Bosh yuvib chiqish gaymaritga sabab bo'la olmaydi. Sabab bo'lsa ham незначительный darajada gaymarit qayerdan hosil bo'ladi? Shamollashdan. Ko'pchilik bosh yuvgandan keyin tez shamollashi mumkin agar quritmasdan chiqsa. Lekin asosiy sabab emas. Ko'pchilik o'ylaydi, shunaqa stereotip bor. Boshimni yuvsam gaymarit bo'lib qolaman degan. Unaqa emas. O'zingiz ehtiyotingizni qilasiz, boshingizni yaxshilab quritasiz, inshaalloh gaymarit bo'lmaydi o'shanda. Gaymaritning o'zining sabablari bor. ORV bo'lishi mumkin, allergik rinit bo'lishi mumkin, perigorodkani qiyshiqligi bo'lishi mumkin. Bular nimaga bo'ladi? Masalan, ORV shamollashda, shamollaganingizdan keyin burun shilliq qavati atok bo'ladi, ishadi. Shishgandan keyin burun atrofidagi pazuxalarda kichkina o'zining sovustiyasi bor. O'sha sovustiyasi yopilib qoladi. Yopilgandan keyin burundan chiqayotgan ajralmalar, slizlar tashqariga chiqa olmay qoladi, zastoy bo'ladi. Именно mana shu zastoy gaymaritga olib keladi. Men tushuntira oldim deb o'ylayman. Bunga yana perigorodkalarning qiyshuvligi ham bo'lishi mumkin. Nimaga? Havo yaxshi aylanmaydi. Perigorodka qiyshuv bo'lgandan keyin havo yaxshi o'tmagandan qiynalib, yonida chig'anolar ishadi. Burunda shilliq qavat atok bo'ldimi, sekin gaymaritga olib kelaveradi. Agar oldini olmasangiz. Glavniy narsa burningni ochib tursin, bitib qolmasin, bo'ldi. Shamollagan paytingizda ham burningni ochib tursa, xudo xolisa gaymarit bo'lmaysizlar. Agar boshimni yuvsam gaymarit bo'lib qolaman degan qo'rqinch bo'ladigan bo'lsa, shu stereotip sizda o'tirib qoladigan bo'lsa, boshingizni quritib yuring ertalab, quritib chiqib keting fenda. Bo'ldi, muammo yo'q. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Sog'lig'ingizga e'tiborliroq bo'lasizlar, salomat bo'linglar.